Endi vaqtinchalik Aleksandr aytgan gaplarni unutib, Armandan qanday o'ch olish haqida bosh qotirardim. U tarafga o'g'rincha nazar solganim sayin a'zoyi badanim qasos o'tida yonib, vujudim titrardi. Qaniydi bir bahona topilsa-yu, o'ylardim men. Shu yaramasni yer bilan yakson qilsam. Axir yaqindagina u meni o'ldirmoqchi bo'ldi. Bu ishni oshkora amalga oshirishga urindi. Qanday kechiray bu nusxani? Haqiqiy mahbus bunday xatoni qon bilan yuvadi. Faqat qon bilan. Bir mahal kamera eshigi sharaqlab ochildi-yu, ichkariga nazoratchi va mayor Samaylov qandaydir soqchi askar hamrohligida kirib kelishdi. "Qani la'nat o'g'ri!" Mayor to'ppa-to'g'ri Arsenning tepasiga borib qichqirdi. "Tez devorga orqang bilan o'giril. Tez bo'l dedim. Sen nega qarab turibsan? Yo maxsus taklif kerakmi?" Men ham Arsenning yonidan joy oldim. "Soat qani? Qani soat?" o'shqirdi mayor Arsenga. "Nega indamaysan? Nega topshirilgan narsani qaytadan o'g'irlab olding? Nima haqqing bor edi, iflos? Qani deyapman?" "Ko'rpa ostida", norozi ohangda javob berdi Arsen boshi bilan kravat tomon ishora qilib. "Lekin komandir, u menga esdalik edi." "Men senga ko'rsatib qo'yaman esdalikni." Mayor ko'rpa ostidan yarqiragan qo'l soatini olib cho'ntagiga soldi. Arsen esa bir muddat sukut saqlagan bo'ldi-da, kutilmaganda ortga o'girilib mayorning yoqasiga yopishdi. Soqchi va nazoratchi baravariga uni rezina tayoq bilan savalay ketishdi. Arsenga bu kaltaklar ham ta'sir etmagandek Samaylovni mahkam bo'g'ib turardi. Yo'q, baribir tayoqlar ustun keldi. Ketma-ket kelib tushgan zarbalar Arsenni yiqilishga majbur etdi. Soqchi shu zahoti uning qo'llarini kishallab, qo'ltig'idan oldi-da, tashqariga olib chiqib ketdi. "Karserga!" xirillab qichqirdi mayor. "Uni karserga qama!" Hammasi ostin-ustun bo'lib ketdi. Aleksandr uchrashuvni ertangi kunga qoldirdi. Meni tushga yaqin mayor Samaylov huzuriga olib kirishdi. Hoynahoy Arman uning tomog'iga shikast yetkazgan shekilli doka bilan boylab olibdi. "Sen o'tir." Qarshisidan joy ko'rsatdi mayor. "Chekasanmi?" "Yo'q", dedim qovog'imni uyib. "Senga topshiriq bor", gap boshladi mayor kabinet eshigini yopib kelish asnosida. "Bunisi ancha qaltis." "Aytavering", dedim xotirjamlik bilan. "Men uchun ishning qaltisi bo'lmaydi." "Ko'rding anavi kavkazlikning nima qilganini? Juda haddidan oshib ketibdi." "Ha, ko'rdim." "O'shani..." Mayor qulog'imga nimalar qilishim lozimligini uqtira boshladi. Uni oxirigacha tinglagach, sekin o'rnimdan qo'zg'aldim. To'g'ri qilyapmanmi o'zi? Boshimda bir-biriga qarama-qarshi fikrlar g'ujg'on o'ynardi. Mentlarga xizmat qilib qo'ymayapmanmikan? Yo'q. Axir Arsen mening ham dushmanim-ku. Shundoq ham uni yo'q qilmoqchi edim-ku. Mayli. Nima bo'lsa peshonadan. Lekin imkoniyatdan unumli foydalanib qolishim kerak. Hozir mayordan nima so'rasam ham yo'q deya olmaydi. Miyamga kelgan fikrdan kayfiyatim ko'tarilib ketib, mayorga yuzlandim. "Sizga yana bir iltimosim bor. So'rayver, nima xohlaysan?" U yoqda o'tirganimda Yelena ismli ayolni yoqtirib qolgandim. O'sha bilan uchrashuv uyushtirib bersangiz. Yelena? Mayor biroz o'ylanib qoldi. Kim o'zi u? Mahbusmi? Yo'q. U ayol turmada vrach edi. Keyin ishdan bo'shab ketdi. Xullas, u bilan uchrashishni xohlardim. Yaxshi, xotirjam bo'l. Buni tashkil qilsa bo'ladi. Biroq mening topshirig'im bugundan, yo'q, hozirdan qolmasin. Tezroq harakatingni qil. Bu yog'ini menga qo'yib beravering. Ayyorona ko'z qisdim. Aytganingizdan ham ziyoda bo'ladi. Bo'pti, bor. Men nazoratchiga tayinlayman.
Keyingi kunlarda nazoratchi ham menga qo'pollik qilishni yig'ishtirib, yumshoq muomalada bo'la boshlagandi. Ayniqsa hozir uning munosabati butkul boshqacha tus oldi. Yo'lak bo'ylab borib, kameralar tomon burilganimizda nazoratchi to'xtashga buyruq berdi. "Bor, tezroq qimirla", dedi u 20 qadamcha narida polga nimalarnidir sepish bilan band mahbuslarni ko'rsatib. Payqadim. Ular kalamushga qarshi dori sepishyapti. Demak, shu dorilardan bir hovuchini cho'ntakka joylashim zarur. Shundan so'ng karserga yo'l olaman. Menga atigi yarim soat vaqt belgilangan. Rahbarlar hidlanib qolmasliklari uchun shoshilishim shart. O'ylab o'tirmay, yugurgancha borib mayda toshday keladigan dorilarning bir hovuchini cho'ntagimga urdim-u, ortga qaytdim. "Endi qadamingni tezlat", dedi nazoratchi ehtiyot shart u yoq bu yoqqa qarab olib. "U yerda ham uzoq qolib ketma. Aytib qo'yay, ortiqcha baqir-chaqir bo'lmasin. Naq kallamiz ketadi." "Xavotir olma, nachalnik." Karserning beton supasida Arsen qunishgancha o'tirib sigaret tutatardi. Meni ko'rdi-yu, qo'lidagi sigaretni yerga tashlab, o'rnidan turdi. "Salom do'stim." Sovuq kulimsirab unga yaqin bordim. "Zerikib qolmadingmi? Nega kelding?" to'ng'illadi Arsen norozi ohangda. "Senga hamroh bo'lishni buyurishdi. Mana keldim." "O'ldiradigan bo'lsang gapni aylantirmay aytaver", dedi Arsen asta-sekin ortga tislanib. "Seni ichqora deb sira o'ylamagandim." U beixtiyor baqira boshladi. "Kelishib ketardik, Murod. Eshitdingmi, kelishib ketardik." "Kechirib qo'yasan", dedim shoshilmasdan borib Arsenning iyagidan tutarkanman. "Men hukm chiqaradigan ham emasman, avliyo ham. Lekin bir narsani bilib qo'y. Gunoh jazosiz qolmasligi kerak." Qorniga berilgan kuchli zarbadan so'ng Arsen bukchaygancha oyoqlarim ostiga o'tirib qoldi. Fursatni qo'ldan bermaslik uchun kuch bilan tomog'idan changallab oldimda, bir qo'lim bilan cho'ntagimdagi dorilarni olib Arsenning og'ziga tiqa boshladim. U zo'r berib qarshilik qilishga urinar, faqat kuchi yetmasdi. Dorilarni yedirib bo'lgach, cho'ntagimdagi sochiq bilan og'zini mahkam bog'ladim va yelkasidan bosib turaverdim. Arsen tinimsiz o'qchir, ko'zlari chaqchayib, nuqul silkinardi. Shu ko'yi oradan 2 daqiqacha vaqt o'tdi. Arsen o'qchishni bas qilib, faqat silkinish bilan kifoyalanib qoldi. Nafas olish ham borgan sari sekinlashib, rangi ko'kimtir tusga kira boshladi. "Hozir o'lasan." Umrimda ilk bor jon berayotgan odamga alam aralash tikilib shivirladim. "Uzoq vaqt qiynalishingga yo'l qo'ymayman. Faqat mendan xafa bo'lma. Shunday bo'lib qoldi. Hammasiga o'zing aybdorsan. Mening ko'nglimni qoldirmasliging lozim edi. Alvido." Hammasini ko'ngildagidek amalga oshirgan edim. Arsen ortiqcha tovushlarsiz jon berdi. Ishni bitirib, tashqari eshikka yo'naldim. Shu topda negadir 2 yelkam og'irlashib, bilaklarimda noma'lum og'riq turdi. Bu nima edi o'zi? Nega og'irlashdim? Adashmasam, Arsen biror yerimga ziyon yetadigan harakat sodir etmagandi. Hatto bilagimni changallab ham ko'kartira olmadi. Kuchi yetmadi. Unda nega yelkam, bilaklarim og'rib boryapti? Nima sababdan o'zimni ko'ksimni allaqayerda og'ir yuk ko'tarib turgan kabi his eta boshladim? Nima o'zi bu? Nahotki kasalim qo'zg'ay boshlagan bo'lsa? Yo'q, bu kasal emas. Qachonlardir Nina xola aytgan edi. Murdaning yuki bo'larkan. Olamdan o'tgan odamni ko'targanda, ko'taruvchini yuk bosib o'zini lohas sezarkan. Men-chi, ko'tarmadim-ku. Aksincha o'ldirdim. Yo arman jon berayotib qarg'adimi meni? Bilmadim. Shuncha qotillikka qo'l urib bunaqasini ko'rmagandim. Hammasi xamirdan qil sug'urgandek bitar. Men ishni bitiriboq teskari o'girilgancha ketaverardim. Bu galchi. Nimaga o'yga toldim? Yuragim g'ash tortib, tanamda lohaslik alomatlari zohir bo'ldi. Qo'rqoq bir bandaga aylanib qoldimmi?
Ko'nglim yumshadimi? Qalbimda shafqat hissi uyg'ondimi? Yo'q, bunday bo'lmaydi. O'zim ko'rmagan shafqatni qanday qilib boshqalarga ulasha olardim? Bu charchoq shekilli. Ruhan charchasa shunday holatga tushadi odam. Ha, uxlashga harakat qilaman. Tiniqib uxlasam yengil tortaman. Hammasi unut bo'ladi. Uxlashim kerak. Uxlashim shart. Ko'zim ilindimi yo ilinmadimi eslay olmayman. 4 tomoni temir panjaralar bilan o'ralgan gulzorda paydo bo'ldim. Gulzor o'rtasida qotib turgan ko'yi bepoyon adirga boqqancha kimnidir kuta boshladim. Tevaragimda turli xil sayroq qushlar xonish qilar, boshqa tovush qulog'imga chalinmasdi. Bir mahal qip-qizil kiyimda tanish bir chehra sohibi adir tarafdan menga qarab kela boshladi. U kimsaning yuzlari ham qon rangda edi. Har qadam tashlaganda tevarak zirillab ketardi. "Bekor qilding shu ishni", kutilmaganda hayqirdi u kimsa. "Bekor qilding, bekor qilding." Hayqiriqqa nimalarningdir taraqlagani, chiyillagan tovushlar jo'r bo'ldi. Yuragim hapqirib, nafasim bo'g'zimga tiqildi. Qochishga urindim. Biroq oyoqlarim joyidan jilmas, o'zimga noma'lum bir kuch oldinga bosishga qo'ymasdi. Shunda beixtiyor uyg'onib ketdim-u, sakrab o'rnimdan turdim. Kech tushib, kameradagilar ishdan qaytishibdi. Qora terga botgan badanimni choyshabga arta-arta Jenyaga baqirdim. "O'larmiding shovqinsiz kirsang?" Jenya qovog'ini uygancha indamasdan stol qarshisiga o'tirdi-da, papiros tutata boshladi. "Og'zingga talqon solib olganmisanlar?" Qolganlarga qarata qichqirdim. "Yo salom berishni unutib qo'ydilaringmi?" Hech kimdan sado chiqmadi. Bu manzara meni tamoman garangsitib qo'ygandi. Alahsirayotganga o'xshayman degan xayolda krandagi suvda yuz-qo'llarimni chaydim. Biroz o'zimga kelgan bo'lsam-da, kameradagi manzara o'zgarmagandi. Mahbuslar teskari o'girilib, o'zaro pichir-pichir qilishar. Go'yo men bu yerda yo'q edim. "Gapirmaysanlarmi ablahlar?" Jazavaga tushib, yanada balandroq ovozda baqirdim ularga, taxtadan yasalgan stolni tepib. "O'ldiraman hammangni! O'ldiraman!" "Bilamiz, sen zo'rsan." Nihoyat tilga kirdi Jenya. "O'ldirish ham, do'pposlash ham qo'lingdan keladi. Ammo biz ham senga o'xshagan mahbusmiz. Bo'ynimizda ozmi ko'pmi jinoyat izlari tamg'a bo'lib turibdi. Sal hurmat qilsang bo'larmidi? Masalan, mening yoshim sendan ancha katta. Murod, sen meni ham yer bilan bitta qilib tashlayapsan. Hamma narsani ham chegarasi bo'ladi. Unutmaginki, qurbaqani bossang vaqillaydi. Bir kun kelib mening ham sabr kosam to'lishi mumkin. Menga baribir", dedim battar asabim qo'zib. "Yoshing kattami, kichikmi, bu sening ishing. Bu yer turma. Hurmatni ochiqqa chiqqaningdan keyin boshqalardan talab qil. Hozircha bu yerda men kamerani nazorat qilib turibman. Obidiydangni ko'tarmayman." Shunday dedim-u, qaytadan kravatga cho'zildim va devorga o'girilib ko'zlarimni yumdim. Chamasi 1 soatdan ortiqroq uxlabman. Kimningdir ohista turtkisidan uyg'onib ketdim. Tepamda o'g'irlik tufayli qamalgan Sakenboy ismli qozoq mahbus turardi. "Nima deysan?" so'radim pardani nari surib. "Sizga bir gapim bor", shivirladi u kravatlarga bir ko'z tashlab. "Afsuslanmaysiz. Ayt, nima gap o'zi?" "Siz mayorning o'limi bilan qiziqayotgan edingiz", dedi Sakenboy. "Sen qayerdan bilasan?" Uning yoqasidan olib o'zimga tortdim. "Tez gapir. Kim aytdi senga bu gapni?" Aka, anavi kuni qulog'imga chalingandi-da." "Xo'sh, nima deysan?" "Bilasizmi?" Yanada sekinroq shivirladi u. "Jenya sizni aldadi o'sha kuni. Aslida mayorning o'limida o'zining qo'li bor." "Nima?" Bu gapni eshitib o'rnimdan turib o'tirdim. "Davom et. Agar ishonmasangiz siquvga oling, ortidan kuzating.
U turmadagi qandaydir yerto'laga tez-tez qatnab turadi. Yerto'la? Nima qiladi u yerda? Men bunisini bilmadim. Surishtirsangiz hammasini aniqlaysiz. U holda o'zing kuzatasan. Men Sakenboy ortga tislandi. Yo'q, men qo'rqaman. Qo'rqasanmi? Bilib qo'y. O'zingni o'zing tutib berding. Endi faqat sen kuzatasan Jeniyani. Agar gaping isbotlanmasa, o'ldim deyaver. Payqadim. Sakenboy faqat menga yaxshilik qilmoqchi. Shu yo'l bilan ishonchimga kirishni istagandi. Men bo'lsam uni cho'chita boshladim. Nima bo'lyapti menga o'zi? Nega hech kimga odamgarchilik qila olmaydigan bo'lib qoldim? Shu o'ylar bilan bilinar-bilinmas titrayotgan Sakenboyning yelkasiga qo'l tashladim. Qo'rqma, dedim unga. Kuzatishni boshlayver. Ish bitsa, o'zim seni xursand qilaman.